Assalomu alaykum. Hozirgi kunda U23 Osiyo Kubogining final uchrashuvi O'zbekiston-Saudiya Arabistoni o'yiniga qiziqish juda ham ko'paygan. Bunga sabab Olimpiya terma jamoamizning yorqin o'yini va muxlislarning ularga bo'lgan mehri. Bugun final uchrashuvini ko'rish niyatidagi ko'plab futbol muxlislari Bunyodkor stadioni kassalariga borib, chipta xarid qilishga harakat qildi. Shuningdek, iTicket onlayn platformasi orqali ham internet orqali xarid qilishga urinishdi. 19-iyun kuni final uchrashuvini stadiondan ko'rish niyatidagi muxlislar hozirgi kunda juda ko'pchilikni tashkil etyapti va bugun Bunyodkor stadioni kassalari oldida ko'plab insonlar to'plangan. Afsuski, ular orasida o'sha ko'p miqdorda chipta xarid qilishni maqsad qilgan chayqovchilar ham bor edi. Natijada biroz tartibsizliklar yuzaga keldi. Shuningdek, muxlislardan shikoyat kelib tushyaptiki, iTicket onlayn platformasida ham chipta sotuvi yo'lga qo'yilmagan deb. Biz bu borada iTicket kompaniyasiga murojaat qildik va ular shunday izoh berishdi. Bugun saytga tashrif buyuruvchilar juda ko'pchilikni tashkil etdi hamda texnik nosozlik yuzaga keldi. Yaqin vaqt ichida bu nosozlik bartaraf etiladi hamda chiptalar sotuvi onlayn tarzda yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, Bunyodkor kassalarida ham chiptalar sotuvi davom ettiriladi. iTicket kompaniyasining ma'lum qilishicha, bugun 10 mingta chipta sotilgan. Umid qilamizki, iTicket platformasidagi chiptalar sotuvi yo'lga qo'yiladi hamda hozirgi kuzatilayotgan muammolar tezda bartaraf etiladi. Olimpiya terma jamoamizga esa g'alaba tilaymiz.